Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas Apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Uyg'urlarning musulmon bo'lishidan burun e'tiqod qilgan dinlari to'g'risida to'xtalib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Tövəndə Saduq Buğraxanның musulmon bo'lishi va uning islom dinini Uyg'urlar orasida tarqitish uchun elib borgan kurashları to'g'risida to'xtalamiz. Saduq Buğraxanның islom dinini qabul qilib musulmon bo'lganligi to'g'risida ba'zi rivoyatlar mavjud. Bu to'g'rida gap qilishning hojati yo'q. Bir qadar ishonchli bo'lgan tarixiy faktlarga asoslanganda Saduq Buğraxanның musulmon bo'lishida Abu Nasir Samani rol o'ynagan. Abu Nasir Samani aslida Samanilar podshohligining shahzodasi edi. Samanilar podshohligi milodining 870-yilidan milodining 1000-yiligacha hukm surgan. U Samani podshohi Nasir II vaqtida Samanilarning hukmron tabiqasi ichida yuz bergan ichki kurashda o'ngsizlikqa uchrab, Qaraxonilarning poytaxti Qashqarga qochib kelgan ekan. Uni o'g'ilcha qanoti ostiga ilib, Qashqarning shimolidagi Otushqa o'rinlashtirib qo'ygan. Ba'zi tarixchilar Abu Nasir Samanining Qashqarga kelishdagi sababini yuqorqidek tushundirdi. Ba'zi tarixchilar bo'lsa buning aksicha Abu Nasir Samanini Samani podshohi Nasir Ining Saduq Buğraxonni musulmon qilish maqsadida Buxorodan Qashqarga yo'lga solgan deb tushundirdi. Yuqorqi ikki turli qarashning qaysisi to'g'ri yoki to'g'ri emasligidan qat'iy nazar Saduq Buğraxonni musulmon qilgan kishi baribir Abu Nasir Samani bo'lib chiqadi. Uyg'ur tilini, o'rib-odatlarini mukammal bildigan Abu Nasir Samani kunlarning birida Otushning Org'u degan yurtining shimolidagi tog'larga o'g'a chiqqan yosh shahzoda Saduq Buğraxonga yo'liqdi. Uning bilan tanishdi. Bu ikki shaxs orasida munosabat birg'ansiri quyuqlashidi. Oxir Saduq Buğraxon Abu Nasir Samanining ta'sirida musulmon bo'ladi. Saduq Buğraxon musulmon bo'lishdan burun Qashqarda islom diniga kirib, yushirin holda bo'lsa kerak, musulmon bo'lganlarmi ancha oz bo'lmasa kerak. Saduq Buğraxon musulmon bo'lgandan keyin qattiq kurashlardan keyin tog'isi o'g'ilchaqni yengib, Qaraxonlar taxtiga chiqadi. Mana shu vaqa milodining 920-yili yuz bergan. İslam dini Saduq Buğraxonning buddist Uyg'urlarga qarshi to'xtamay ilib borgan qonliq kurashlari orqali Qashqar, Yarkan, Aqsu, Balasag'un, Barisxon, ya'ni Issiqko'lning sharqi qatorliq joylarda Yetta sudagi shaman diniga e'tiqod qilgan qarluqlar orasida yiltiz tortishga boshlaydi. Buddist Uyg'urlar Saduq Buğraxonga nihoyatda qattiq qarshilik ko'rsatdi. Saduq Buğraxon milodining 943-yili Balasag'unni islom diniga qarshilik ko'rsatgan dushmanlari qo'lidan tortib oladi. Saduq Buğraxon milodining 920-yili musulmon bo'lgandan keyin Qaraxonlar bilan Samanilarning munosabati xeyli yaqinchilik tarafga qarab taraqqiy qilgan. Milodining 921-yili Samanilarning Xorason o'lkasida ko'tarilgan Shialar isyanini bostirib berish uchun Saduq Buğraxon Xorasonga kelgan. Qaraxonlarda islom dinining tarqalishi va Saduq Buğraxonning Samanilar ichidagi isyanlarni bostirishda kuch chiqarganligidan xushal bo'lgan Samanilar podshohligi Saduq Buğraxonga ko'p jihatda yordam qildi. Shu munosabat bilan Mavara-un-Nahri, Xorason, Afg'oniston qatorliq joylardan Qashqarga va Balasag'unga nurg'un olimlar keldi. Mana shu musulmon olimlari Saduq Buğraxonga Abdul Karim deb ot qo'yishgan. Saduq Buğraxon davrida qo'ydirilgan tilla pulda Qaraxon Saduq Abdul Karim degan xatlar bor. Bundaq tilla pullar hozir Leningrad muzeyida saqlanmoqda. Saduq Buğraxon nima uchun Budda dinini tark etib musulmon bo'ldi? Dunyoda sababsiz bir ish bo'lmaganidek, 10-asrda Uyg'urlarning musulmon bo'lishida nihoyatda muhim sabablar bor. Ko'pchiligi Budda diniga e'tiqod qilgan Uyg'ur hukmronlari Budda dinidan foydalanib, xalq ustidagi hukmronlikni chingitish va uzartishni o'ylagan. Ammo yana bir tarafdan Uyg'urlar Budda diniga e'tiqod qilgandan keyin burunqi jangovarligini yo'qotishga boshlagan.
Chunki Budda dini tarki dunyochilikni targ'ib qilib, kurash qilishni tashabbus qilmaydi. Uyg'urlar islom dinining Budda diniga qaraganda jangovar ruhga ega ekanligini bayqab qoldi. Bunun nəticəsində Uyğurlarda İslam diniga kiriş duyğusu uyg'ondi. Yana bir tarafdan Uyğur hökmronlari Shaman, Budda, Zaro, Astero, Mani, Xristian qatorliq dinlarga ishonadigan Uyg'urlarni diniy e'tiqod jihatdan birla dinga ishonadigan qilganda, ularning orasidagi diniy ayrimchilik asosida paydo bo'lgan ziddiyatni tugatib, birlikka kelgan kuchlik davlat qurishga bo'ldiganligiga cho'nqur ishongan edi. Onun üstüge Arablar İslam dinini Asiyadagi xalqlar arasında umumyüzlik cho'nqur yildiz tartqizish uchun qurol kuchi ishlatishdan ko'ra diplomatiya tadbirlarini qo'llanishga alohida ko'ngil bo'lgan. 8-asrda Arablar O'rta Osiyo xalqlarini musulmon qilishga kuchapla qolmasdan Sharqiy Osiyoda yashaydigan Sharqiy turklarni Sharqiy Uyg'urlarni musulmon qilishga urindi. Masalan, Arab Umayyalar xalifining xalifasi Hisham milodining 730-yillari Sharqiy turklarning poytaxti O'tokanga elchi avatib, Sharqiy turk qog'oni Bilga qog'onni Shaman dinidan chiqib islom diniga kirishga da'vat qilgan bo'lsa-mu, Arab Abbosiylar xalifaligining tunji xalifasi Abdullah ibn Abbos milodining 750-yili Tamim ibn Bahir al-Muttawini Uyg'ur urg'un qog'aligining poytaxti Qarbalg'a so'ng'a avatib, qolgan bayonchurni musulmon bo'lishga undigan. Sharqiy turklarmi, Sharqiy Uyg'urlarmi Arab elchilariga o'zirxolik aytib, turli sabablardan ko'ra Shaman dinini tark etib, islom diniga kirmaydiganligini bildirgan. 10-asrning boshlariga kelganda islom dini dunyoviy dinga aylanib, Osiyo, Afrika, Yevropada nihoyatda cho'ng ta'sir va obro'yga ega bo'lgan edi. Yuqorqi turli sabablarga ko'ra Uyg'urlar va ularga qarindosh bo'lgan xalqlar Shaman va Budda dinlarini tark etib, ixtiyoriy islom diniga kirishga bel bog'ladi. Satuq Tekin milodining 920-yili musulmon bo'lgandan tortib, islom dinini Uyg'urlar orasida tarqitish uchun 36 yil kurash qildi. İdil Bulgar xalqining xoni Almasxon milodining 920-yili Hazar musulmonlarini Abdullah boshchiligida elchilar o'miki tashkillab, ularni Arab Abbosiylar xalifaligining xalifasi Muqtadirning huzuriga avitib, o'zining musulmon bo'lganligini bildirgan va xalifidan islom aqidalarini bularga o'gitish uchun olimlarni avatib berishni o'tingan. Xalifa Muqtadir Almasxonning elchilarini qizg'in va xo'shal qarshi olgan. Xalifa Muqtadir İdil Bulg'arlarining poytaxti Bulg'ar shahriga, ya'ni Almasxonning huzuriga So'sun Arasis otliq kishining boshchiligida nihoyatda cho'ng elchilar o'migini avatgan. Bu haqda mundaq ma'lumot bor. Milodining 922-yili Xalifa Muqtadirning Bulg'ar podshohiga avatgan karvoni bizga ma'lum bo'lgan savdo karvonlarining eng cho'ngi edi. Bu karvon 5000 kishi bilan 3000 ot va to'gidan tarkib topgan edi. Bu oddiy paket emas albatta. Bundaq karvonlar savdo jihatdan emas, balki siyosiy jihatdan cho'ng voqea edi. Uzoq musofirni besib Iroqlarga boradigan karvonlar odatda 200-300 to'ga yoki otlar bilan taxminan shunchalik kishilardan iborat bo'ladi. Karvonni faqat savdo o'mikila deb qarash noto'g'ri bo'ladi. Karvon tarkibiga savdogarlar, soqchilar, karvonga qaraydigan kishilarla emas, balki yana hokimlarning buyrug'i bilan yoki o'z ixtiyori bilan yangi joyga boradigan hunarvanlar, shuningdek olimlar, rassomlar, ustalar, sayohatchilar, diplomatik elchilar ham kiratdi. Shuning bilan birga savdogarlarga ko'pincha diplomatik topshiriqlar beriladi. Milodining 922-yili So'sun Ar-Rasis boshchiligida Ibn Fazlanning kotibligida Muqtadir tarafdan Almasxonning huzuriga avatilgan cho'ng karvon yolg'iz savdo maqsadi uchun emas, eng muhimi diplomatiya, harbiy texnika va diniy vazifalarni o'rinlash uchun Bulg'ar shahriga borgan edi. Bag'doddan yo'lga chiqqan cho'ng elchilar o'miki Xorason, Buxoro, Xorazmiy qatorliq joylardan o'tib, İdil Bulg'arlarining poytaxti Bulg'ar shahriga kelgan.
Mana shu Arab elçileri İdil Bulgarlarının xani Almasxonga Kaspiy dengizining sharqiy shimolidan tortib, Qora dengizining shimoligacha bo'lgan joylarda yashaydigan Hazarlarning qag'oni Harun II ga Aral ko'li bilan Kaspiy dengizining oralig'ida yashaydigan O'g'izlarning xoni Salchuq Bekka xalifa Muqtadir tarafdan avatilgan maktub va isil sovg'alarni akelgan. Miladining 922-yili Ahmad ibn Pazlan İdil Bulgar xonligidan Bag'dodga qaytgandan keyin Bulgarlar, Hazarlar, O'g'izlar to'g'risida yaxshi ma'lumot beradigan sayohatnoma yozgan. Bu qimmatli asar bizgacha yetib kelgan bo'lib, Bulgar, Hazar, O'g'izlar tarixini o'rganishda nihoyatda muhim material bo'lib hisoblanadi. Zeki Validi Tuğan Bulgar xoni Almasxonning musulmon bo'lgan vaqtidagi ahvoli to'g'risida mundaq deb yozgan. Arab Abbasiylar xalifasi Muqtadirning elchilari Bulgar shahriga kirishga bir kun qolganda, Almasxonning vazirlari, o'g'illari ham qarindoshlari elchilarni qarshi olish uchun ularning oldiga kelishdi. Elchilarning yemak-ichmak, tuz va tori bilan mehmon qildi. Bulgar shahriga 15 chaqirim qolganda Almasxon o'zi elchilarning oldiga keldi. Ata-bovularning odati bo'yicha Almasxon otdan tushib hurmatli mehmonlarga qarab sajda qildi. U yengini turib o'zi akelgan oltin va kumush pullarni chashdi va mehmonlar bilan ko'rishdi. Elchilar nihoyatda cho'ng shuhrat va dabdaba bilan Bulgar shahriga kirdi. Almasxon ular uchun kigiz uy turg'izib, shu uyda mehmonlarga ziyofat berdi. 4 kun ichida Bulgar xalqining mashhur shaharlaridan mo'tabar kishilar, atoqli xonlarni yig'ib, nihoyatda cho'ng dabdaba bilan diniy islomni qabul qilish murosimi o'tkazdi. Nihoyatda cho'ng va muqaddas bo'lgan bu to'y ajoyib qizg'in muhabbat va tantana bilan o'tdi. Almasxon butun mo'tabar kishilari bilan birlikda elchilar oldida iymon etdi. Almas degan ismni Jaffarga o'zgartdi. U masjidlar soldirib, o'z nomini xutbada o'qishga amr qildi. Bu vaqa Hijriyaning 310-yili 16-Muharramda, ya'ni milodining 922-yili 5-oyning 15-kunida bo'lgan edi. İdil Bulgarları musulmon bo'lgandan keyin Almasxonning o'g'li Ahmadxon milodining 944-yili nurg'un isil hadiyalarini ilib, Arab Abbasiylar xalifasi Muttaqini ziyorat qilish uchun Bag'dodga borgan. Bulgar xoni Muhammadxon milodining 986-yili Rus Kiyev davlatining mashhur kinazi, ya'ni xoni Vladimirga elchi avatib, uni musulmon bo'lishga da'vat qilgan. Muhammadxonning islom dinini ruslar orasida tarqitish uchun qilgan harakati unum bermagan. Vladimirning Sharqiy Rim imperiyasi bilan bo'lgan munosabati yaqin edi. U Sharqiy Roma imperatori Vasilosning singlisiga uylangan edi. Vladimir Xristian dinini qabul qilish va Sharqiy Roma imperatoriga qarindosh bo'lish o'z hokimiyatini mustahkamlaydi deb o'ylaydi. Vladimir Sharqiy Romaning ta'siri bilan islom diniga kirmay, 998-yili Xristian diniga kirdi. U Kiyevdagi Majusi dinining butlarini chiqib tashladi. Kiyev aholisini Dinpir daryosiga cho'mildirib yuvindirdi va Xristian diniga kirgizdi. Xulosa qilib aytganda, 10-asrning boshlariga kelganda islom dinining zafar marshi jaranglab, dunyoning ko'p joylarini larzi keltirgan edi. Miladining 920-yili Satuq Buğraxon musulmon bo'lgandan keyin Xotan, Kucha xonligi va Uyg'ur Ediqut xonligidagi buddist Uyg'urlar isyon ko'tarib, ular ko'l biliga qolgan vaqtida bo'ysundirilgan, mustaqillik jakarlagan. Buningdan boshqa Altay, Ili atrofidagi shaman, Budda diniga e'tiqod qilgan Uyg'urlarmi isyon ko'targan. Mana mushundaq ig'ir ahvol yuz berganda, Satuq Buğraxon qilchi huduqmay nihoyatda salmoqlik bilan isyonni bostirishga kirishgan. O'zi musulmon Uyg'urlardan tuzilgan qo'shinga bosh bo'lib, Xotanga yurish qilgan. U qattiq urushlardan keyin Xotan xonini mag'lub qilib, shaharni qo'rshib olgan. Shahar ichidagi musulmon Uyg'urlarning moslashib yordam berishi orqali shahar o'ngishliq e'longan. Satuq Buğraxon Xotanni bo'ysundirib bo'lgandan keyin Kuchadagi buddist Uyg'urlarga
qarshi yurish qilgan. Shu chaqda Hindistondan qalsıla Budda dinining ikkinchi yurti deb atalgan Kucha nihoyatda qattiq qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, mag'lub bo'lib bosh egishga majbur bo'lgan. Buddist Uyg'ur xalqlari ichida Kucha boy, madaniyatli, kuchlik xalq edi. Uning territoriyasiga hozirgi Kucha, Bugur, Shayar, Boy, Aqsu, To'qsu nahillari kiradi. Kuchani markaz qilgan Kucha xalqi janubda Xotan bilan, g'arbda Qashqar bilan, ya'ni Maralboshdagi tumshuqni chegara qilgan, sharqda Qara shahar bilan chegirdash bo'lib, shimolda Tangri teg'iga yondashgan. Satuq Bug'raxonning shu qitimqi yurishlarida, ya'ni milodining 935-yillari bo'lsa kerak, Xotan bilan Kucha bo'ysundirilgan bo'lsa-mu, ularning aholisining hammasi degudek musulmon bo'lmay, Budda dinini saqlab qolgan. Satuq Bug'raxon Xotan bilan Kuchaga qilgan yurishlardan qaytib kelib, Uyg'ur Ediqut qag'aligini bo'ysundirish tayyorligini qilgan. U Uyg'ur Ediqut qag'aligini bo'ysundirish uchun Qaraxonilar qo'shinlarini ikki yo'linish bo'yicha shimol, ya'ni Ili taraf va janub Qara shahar tarafdan atlandirgan. Bu chaqda Uyg'ur Ediqut qag'aliqining taxtida kimning o'ltirganligi noma'lum. Agar Satuq Bug'raxonning Uyg'ur Ediqut qag'aligini bo'ysundirish uchun qo'shin mangdirgan vaqti milodining 940-yiliga to'g'ri keladigan bo'lsa, u chaqda Uyg'ur Ediqut qag'aligining qag'ani Irdimin qag'an bo'lgan bo'ladi. Uyg'ur Ediqut qag'aligini bo'ysundirish uchun yo'lga chiqqan Qaraxon qo'shinlari bir qancha qitimliq qattiq urushlar orqali Ediqut buddistlar ustidan g'alaba qilgan. Lekin Uyg'ur Ediqut qag'aligidagi buddist Uyg'urlar Budda e'tiqodida qilish sharti bilan Qaraxonlar davlatining markaziy Qashqarga bo'ysungan. Uyg'ur Ediqut qag'aligini qaytadan bo'ysundirish uchun elib berilgan urushlarda Abu Nasr Samanining o'g'li Abdul Fattah nihoyatda unumli xizmat ko'rsatib, yuksak shuhratga ega bo'lgan. Shu munosabat bilan Satuq Bug'raxon uningga Olib Dikin, ya'ni qahramon shahzoda unvonini bergan. Uyg'urlarning islom diniga e'tiqod qilib musulmon bo'lishida umrini kurash bilan o'tkazgan. Qaraxonlar davlatini qudratli holga keltirishning asosini solgan. O'rta Osiyo madaniyatining gullab yashnab-shalliq bir bosqichga qadam qo'yishi uchun keng sharoit yaratib bergan talantli harbiy yo'lboshchi, donishmand, siyosatchi, atoqliq ma'rifatparvar, qat'iy irodalik bo'lgan Satuq Bug'raxon milodining 956-yili olamdan o'tgan. Uning jasadi o'z vasiyati bo'yicha uni musulmon qilgan hurmatli ustozi Abu Nasr Samanining yeniga dafn qilingan. Otishdagi Hazrati Sulton maziri Satuq Bug'raxonning jasadi dafn qilingan joyning dal o'zi. Mana shu Hazrati Sulton mazirda Abu Nasr Samanining qabrisi bor. Shunda qilib bu qitimni o'qishimiz mushagich bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Alloh omonat.